Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Salomat bo'linglar ilohim. Bu lolalar haqida suhbatlashamiz. Lolalarda juda ko'p turlari, juda ko'p ranglari, juda ko'p sortlari bor, ya'ni ana shu turlarini ham sortlari bor. Har xil tog' lolalardan tortib, gollandskiy lolalar, oddiy lolalar hammasi ham bahorda ochiladi hamda hammani dilini xushnud qiladi. Lolalarni mana hozir rosa ochilgan davri. Bu faqat bahorda ochiladi, lekin ochilib bo'lgandan keyin bular piyozlarini kattaytiradi hamda bolalaydi, ya'ni yangi piyozlar hosil bo'ladi. Bir yilga yangi chiqqan mayda piyozlar yanagi yilga ochilmasligi mumkin, faqat yetiladi. Shuning uchun katta piyozlar bilan maydalarini bular iyun oyida, ya'ni mayning oxirrog'i, iyunning boshlarida yerdan kavlab olinadi va sortirovka qilib qorong'u quruq joyda saqlanadi. Hamda avgust oylarida sentyabr boshlarigacha ular yerga yana boshqatdan o'tkaziladi. Mana hozir barglarini asta yaproqlarini tashlayapti. Bular barglari, bandlari qurib, shu tegiga yetar yetmas bular butunlay qurib ketishini kutmaymiz. O'sha ozroq miqdorcha qolganda tegida, o'sha namlik, yashillik qolganda uni asta kavlab olib, sortirovka qilib, ya'ni kattasini kattasiga, kichigini kichikka qilib sortirovka qilib ekamiz. Ana shunda kattalari erta bahorda katta bo'lib ochiladi, kichiklari esa ular yetilib turadi. U o'sha joyda qolsa bo'ladi. Yana kattasini sotishingiz mumkin, ularni yana bolalatishingiz mumkin. Shunday qilib yildan yilga bir yillik o'simlik piyozlari orqali ko'p yillikka aylanadi. Buni urug'i ham sepiladi, urug'idan sepilgani ham chiqadi, lekin u uzoqroq vaqtda ochiladi. Piyozidagi singari bo'lmasligi mumkin, lekin piyozlardagi mana shunday yirik, mana hajm jihatdan katta bo'lib ochiladi. Lolalarni yomon ko'radigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Bularni yetishtirish uchun albatta bular namlikni yaxshi ko'radi hamda quyoshli joylarni yaxshi ko'radi. O'ta salqin joylarga ham ekib bo'lmaydi. Keyin piyozini kavlab olmaydi ko'pchilik. 1-2 yildan keyin bu piyozlar yo'qolib ketdi deydi, chirib ketdi deydi. Yo'q, yer tagiga qarab ichkariga kirib ketadi-da, yildan yilga hosil kamayib ketadi. Shuning uchun albatta may oxirrog'i, iyun boshlarigacha bularni piyozlarini kavlab olib qo'yinglar. Meni maslahatim shunday, albatta kavlab olib dam oltirib, yana boshqatdan avgust oyida 1-2 oy dam oltirib ekib qo'yinglar. Salqin tushdi boshlaganda avgustda mana jazirama quyosh o'tib ketadi. Undan keyin yerni yaxshilab yumshatib hamda yaxshilab yerni zaxlatib turib ekib qo'ysa bo'ladi. Sizlar qanday usullardan foydalanasizlar? Sizlarda lolalarning qaysi turlaridan bor? Bular haqida kommentariyada yozinglar. Men juda ham gullarni yaxshi ko'raman. Gulni sevganlar menga ham o'zinglar gullaringlar haqida aytib o'tinglar. Sizlar qanday chora ko'rasizlar? Piyozlarni olib qo'yasizlarmi, yo'q piyozlar joyida qoladimi? Qaysi turlari nimalarni yaxshi ko'radi? Yana nimalar bilan bularni oziqlantirish mumkin? Qanday vitaminlardan foydalanish mumkin? Men bilmagan juda ko'p narsalar bor. Iltimos kommentariyalarda yozib o'tinglar. Like bosganinglar uchun qo'llaringlar dard ko'rmasin. Boringlarga shukr.